Givija desa ko'pchilik bel givijalarini hamma tushunadi. Ko'pchilik faqat givijalar belda deb kuzatiladi deb o'ylaydi. Yo'q, belda emas. Givijalar qorin oldi devorida va hattoki qorin bo'shlig'ida ham kuzatilishi mumkin. Bugun biz sizlar bilan qorin oldi devori givijalar va qorin bo'shlig'i givijalari haqida qisqacha suhbatlashamiz. Givija bu shunaqa narsaki, qorin oldi devorini tabiiy teshiklar bo'ladi. Shu tabiiy teshiklarning zaiflashishi natijasida qorin bo'shlig'i organlarining terining ostiga chiqib kelishini bu givija deb ataladi. Misol qilib oladigan bo'lsak, masalan, chov chuvalari ham xuddi shunga o'xshagan bo'ladi. Bundan tashqari kindik chuvalari bo'ladi. Bundan tashqari qorin oldi devorini, ya'ni zaiflashish natijasida ham givijalar kelib chiqadi. İnsonlarda oldin o'tkazilgan amaliyotlar bo'lsa, qorin bo'shlig'ida, shu qorin bo'shlig'ida o'tkazilgan amaliyotlardan keyin ham kuzatiladigan givijalar bor. Bularda amaliyotlardan keyingi kuzatiladigan givijalar deb ataladi. Xo'p, bu givijalarga nima sabab bo'lishi mumkin kelib chiqishiga, ya'ni jismoniy ko'p zo'riqish natijasida kelib chiqishi mumkin. Ya'ni qorin bo'shlig'ida ko'p bosim bo'lishi mumkin. Bu bosimga nima sabab bo'lishi mumkin? Bemor shamollaydi, yo'taladi. Yo'talganda ham shu qorin oldi devorida givijalar paydo bo'lish ehtimoli bor. Bundan tashqari og'ir yuklarni ko'p ko'tarib, jismoniy ishlar bilan shug'ullanadigan insonlarda ham bunaqa givijalar ko'p kuzatiladi. Xo'p, givijalarni davolash usullari. Givijalarni davolash usullari faqat operatsiya yo'li bilan davolanadi. Sababi shu tabiiy teshiklarni yoki zaiflashgan qorin oldi devorida hosil bo'lgan teshiklarni faqat xirurgik yo'l bilan uni tikib, uni mustahkamlash kerak. Shundagina givijadan to'liq butkul qutuladi. Davolash usullariga hozirgi kunda tibbiyotimiz rivojlangan singari shu qorin givijalarini yoki qorin bo'shlig'i givijalarini laparoskopik usulda ham amaliyotlar bajarilyapti. Bu qanday bajariladi? Ya'ni bu ochiq usulga nisbatan qanaqa yutuqlari bor? Laparoskopik givijalarni bartaraf qilishda yutuqlar shunaqa juda ham katta, ko'pki, ya'ni qaytalanish, ya'ni retsidiv deydi, qaytalanish xavfi deyarli 0,1% ga to'g'ri keladi. Ya'ni qorin bo'shlig'ini ichkari tomonidan qilish mumkin bu amaliyotlarni. Ya'ni qorin bo'shlig'idan o'sha givijani teshigini topib, o'sha joylarni ajratib, qorin bo'shlig'idan setka qo'yiladi. Shuni natijasida, ya'ni mustahkamligi juda ham yaxshi bo'ladi. Dashi qaytalangan, retsidiv kuzatilgan givijalarda ham shu usullarda qilinsa maqsadga muvofiq hisoblanadi. Endi ochiq usullar bu eski usul hisoblanadi, ya'ni terining butunligi albatta buziladi. Teri butunligi buzilib, o'sha givijani qopchasi ajratiladi, o'sha teshigi topib, o'sha joy tikib, mustahkamlanib chiqiladi. Bu endi eski usul hisoblanadi, lekin bu laparoskopik usuldan bu usulning farqi shunaqaki, ya'ni terining butunligi buziladi. Deyarli 5, 7 yoki 10 santimetrgacha shu joylarda shu terini kesib, shu terini butunligi buzilishi mumkin. Givijalarni qanday oldini olish mumkin? Ya'ni qorin oldi devori givijalarini oldini olish uchun jismoniy zo'riqishlardan inson o'zini chegaralash kerak, ya'ni og'ir ishlar bilan uzoq vaqt shug'ullanmaslik kerak. Qorin nafas yo'llarini shamollashlarni oldini olish kerak. Sababi shamollash natijasida bemor yo'taladi, yo'talganda ham givijalar kuzatilishi mumkin. Agar sizda yoki yaqinlaringizda qorin oldi devori yoki qorin bo'shlig'i givijalari kuzatilayotgan bo'lsa yoki shu givijalardan aziyat chekib kelayotgan bo'lsalaringiz, bemalol bizning Kompas xususiy klinikamizga kelib murojaat qilishingiz mumkin. Sog'lig'ingizga hech qachon e'tiborsiz qolmang. Biz doim xizmatdamiz.